Voy! Adajon! Voy! Nima bo'ldi? Oyog'im narsa tushib ketdi. Adajon oyog'ingizga chimasi qilmadimi? Yo'q, qizim, hech narsa qilmadi. Hormanglar tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Ancha bitib qopti-ku. Ustani ham zo'rini topsani va oilaviy ishlashyaptimi deyman. Nima deganing bu? Ayollar o'tib qolgan ekan. Qizim uyda bitta o'zi qolib ketmasin deb billa olib yurar ekanlar. Yo'rindan ko'ra shopoyizga o'tib kelaylik. O'rta o'tirib tur. Shundoq non olib oling. Aka, assalomu alaykum. Ikkita mol go'shtli, ikkita ot go'shtli non olib bering. Assalomu alaykum. Bo'ldi aka, ikkimiz tayyor bo'ladi. Aka, rahmat kattagon. Olding. O'rtoq kutib qolmadingmi? Shuncha non ko'p nimaga olding? Ha, uydagi ustalarga oldim. Qaysi ahmoq non ko'p bilan boqadi ustani? Jinnimisan? Men nima yesam, uydagi ustalarga ham shunaqa narsa olib boraman. Ota-onam shunaqa tarbiya bergan. Ustaka, Hozir. ustaka obed olib keldim. Yeb olinglar. Ye, non ko'p. Qizim yaxshi ko'rardi. Rahmat. Ha, milliy fast food. Mana ham sizga. Tinchlikmi? Bu nimaga? Oka, buni qizingizga berasiz. Qiz farzand birinchi bo'lib otasini qo'lidan gul olgan boshqacha-da. Ey, rahmat kattakon. Sizdagi insonlar ko'paysin. Insondan yaxshilik qoladi. Charchamanglar. Qizim, mana gulam senga. Voy Adajon gul olib keldingmi? Rahmat. Bilet sal qoldi. Qaqqara olsana, boboy streshnik olsan. G'illaymiz-siz? Aka, sal o'zing. Sen kimsan? Men sen bilan gaplashmayapman. Bolam o'zingni bos, o'zim gaplashaman. Bolam uzr, Yandex noto'g'ri ko'rsatibdi-da. Qarang, urib olgan o'rtoq, yosh katta odam ekan. Qochib tur. Urib olganingizda bor, to'la olmasingiz, shu ko'zga qarab yurish kerak. Ye amaki mangiz qochib qoldimi? Yuring, men o'zim doktorga olib boraman. Yuring. Boyagi do'dani bekor xafa qilib qo'yding-da. Ko'rdingiz, sal qoldi. Urib qo'yganini yurardi orqasida. Tushunmadim, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Yoz bolalar bir minut adam qolib turadi. Alo, assalomu alaykum. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Tuzumisiz? Hozir boraman. Hayda adam mazalar bo'lmay qoldi. Shukr deyib hayda. Hadi ehtiyot bo'lmaysizmi? Nima bo'ldi? Ozgina shu suvga mazam bo'lmay qoldi. Mashinamni haydab ketarsan o'zing. Xavotir olmang, o'rtoqlarim bilan kelganman. Mashinani haydab olishadi. Do'stlarim deysanmi? Bir gapim hech esingdan chiqmasin. Iting do'st bo'lsa bo'lsin-u, do'stlaring it bo'lmasin. Baqaqqa qarab chiqib olsa, to'xta chetga, ol chetga mashinani. Hop. O'rtoq tush hozir, bizib tashlayman. Aka, uzr. Va qanaqa uzr, kimni yo'liga chiqib olsa, sog'lig'ingni olib qo'yaman, tushundingmi? Ko'rmisan? Okajon, ming bor uzr, mendan o'tibdi. Yaxshi aytib oling, o'zingiz ehtiyot qiling. Chumi urmasang nima qilasan, karillab. Odamni sharmanda qilding. Ko'rmadingmi, yonida farzandlari bor ekan. Ota farzandlari uchun kim bo'ladi bilasanmi? Qahramon bo'ladi. O'sha farzandlarning oldida qahramonni urgim kelmadi. Shuning uchun uzr so'radim. O'rtoq, unda to'g'ri chiqsan, ketdi. Qani zavat qilib ko'rchi. Menga qara, bizning qo'limizdan kelmaydi bunaqa narsa. Telefon qil og'aylaringga, ishchi yugurib borasan-ku. Bo'ldi, o'rtoq, ishing bo'lsa qo'roq ol, mayli, rahmat. Va menga qara, kecha meni oldimda o'rtoqlaring maqtamagin, tushundingmi? Mana ishing tushdi, 1 soatdan beri turibmiz, hech qaysi kelayotgani yo'q. Qornim ham ochib ketganiga. Hasanboydami? Yangi gummaxonim ochilib tushadi, to'g'risidaman. Bo'ldi. Bu inson aniq keladi. Yur ungacha gummaxonim yeb turamiz. Bari. Va menga qarab, puling yo'q, men gummaxonim hamma narsa yeb tashabsan. Yana men to'laymanmi? Nima degani, o'rtoq bu? Hasanboyda yangi ochilgan gummaxonimda qand, non, choylari tekin. Arzimagan narsaga chaqiribsan, simi chiqib ketgan ekan. Qattasan? Gumbaxonim? Bo'ldi, g'az o'taman. Qachon kelyapti? Ha, akama chaqirdim. Ko'rdingmi, hech qaysi o'rtog'im yordam bermadi. Bilasanmi, akamni nimaga yaxshi ko'raman? Har qanday holatda, har doim yonimdalar. Ba'zilarga o'xshab ishim tushganda emas. Erkakga o'xshab yig'ilib tursalaring bo'lar ekan-ku. Mana shu o'tirishimiz bugun mendan. Yig'ilish uchun обязательно erkak bo'lish shart emas. Ayollar ham yig'ilyapti. Prosta odam o'zida bo'lish kerak-da, o'rtoq. Homiy bo'lsa o'tirishdan muammo yo'q. Har kuni yig'ilib boramiz. Ko'pchilik bo'lib, mana shu bir-birimizni ko'timizni kovlagandan ko'ra, shunaqa kamchilik bo'lib, oqibatda ushab qolganimiz yaxshi-da. Ovqat ham kelyapti ana. O'rtoqlarimdan pul so'rab xijolat qilib o'tirmay, men taniysiz. Shunda o'rtoqlarni kuzatib, ofisdan pul olib kelib tashab ketaman. Bo'ldi, aka, mamasi yo'q.
ham. Menga qara, ukam, hozir ishxonaga ketyapman. Uyimgacha ham kelasanmi? Beraman shu pulingni. Voy. Menga qara, ukam. Ha, yemayapsan, balu yoqmadimi? Yo'q, yoqdi yo'qmi? Ozgina xayol surib qolmanda. Ey, menga qara. Chakib beramiz. Men chakmayman. Ay, yur, yeyverma. Voy. Menga qara, ani qiynalib qolgan. Sezib turibman. Pul bersam baribir mendan olmaydi. To'g'ri aytasan. Qizim o'g'li bilan bitta maktabda o'qiydi. Maktab boshlandi, bilasan. Eski kiyimlarda chiqayotgan ekan, olib bera olmagandir-da. Bir nima yo'lini qil, beraylik. Sani kallang yaxshi ishlaydi. Mana yonimda bor pul shu. Yoniga qo'shib berib yubor o'zing. Bo'ldi, zo'r o'ylabsan, ham bopliyman hozir. Okey, bitta iltimos bor edi. Aka, to'xtanglar, shoshmanglar. Akalar, bugun Bagus kafemizni ochilganiga 4 yil bo'lgan munosabati bilan sizlar 100-mijoz bo'ldinglar. Bu hadyamiz bizdan sizlarga sovg'a. Bolalar, ajoyib bo'ldi. Ne menga cho'zib olsa, menga pul kerak emas. Menga ham kerak emas. Olib qo'y o'zingga. O'zi ishlatib.